o'zi mana shu raddomlarda erkak kishi yani tug'diradiganlar ayniqsa erkak kishi ishlashi to'g'rimi? Xo'p, noto'g'ri. Har tomonlama noto'g'ri. Musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Har tomonlama noto'g'ri. Musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi, lekin kimdir aytishi mumkin, sen bilmaysan-da, erkak kishini qo'li yengil, bir deganda tug'dirib oladi, qanaqa tug'ib qo'yganini bilmaydi deyishadi-yu. Lekin odam qilgan ishni odam qila oladi. Aytishim mumkin, stomatologiyada ham ayollar yo'q, stomatologiya sal boshqacharoq narsa. Lekin tug'dirish u boshqacha narsa. Uni og'izga qaraymiz biza. O'tda u erkak kishi boshqa joyga qaraydi. Boshqa joyga qaraydi. Har xil nafs bilan qaraydi. Shuning uchun men bu narsani qoralayman, dinim ham shu narsani qoralaydi. Yo'q, shu mana o'qishga topshiradi-ku, o'sha to'g'rimi? O'sha bolalar erkak kishi topshiradi. Qayerga topshirayotganini bilib topshiradi-ku. Ko'zini yumib kirib ketib, bu eshikni ochib o'qib ketmaydi. Shunaqa. Shu tanlayotganda iltimos urolog bo'linglar. Urolog. Nevropatolog bo'linglar, ha, to'g'rimi?